Kecha soat 1dan qurishda o'tyapti. Men mana toza havoda, tabiat qo'ynida ovqatlanib yeb o'tiribman. Assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar, charchamayapsizlar. Meni ko'pchilik sog'inib qolgan bo'lishi kerak. Ya'ni nimaga unaqa video olib chiqmayapsiz deyapti. Men xudo xolasa sizlarga video qilib chiqyapman. Yaxshiman, ishda davom etmoqdaman. Meni hozir ishim tugagandi. Endi men bu bitta non olgandim, ozginasini yedim. Men bu go'shtini, grillni yarimtasini olgandim. Arzonroq bo'lardi. Bir kishiman-ku. Kishi bo'lganida 2 kishiga loyiq olardim. Nasib bo'lsa, davom etmoqdaman. Men tabiat qo'yni. Qarangizlar. Shu yerda skameykada o'tiribman. Men skuterchamni anaqasini yoqib qo'yib o'tirib hozir qorinda to'qlamoqchiman. Kelingizlar, birga tanovul qilamiz. Men bu ko'p. Shuni ko'ringani bilan non hammasini yeyolmayman. Sog' bo'lingizlar, charchamangizlar. Yaxshi dam olingizlar. Nasib bo'lsa bu video bugun yoki ertaga joylanadi. Tamom bo'ling.